Futbolda ham akalar tugatib oldik, nimaga futbol kam bunday qilib gapiryapman, hayajonlanyapman shekilli anchadan beri video olmaganimga. Xullas foydali ish bilan shug'ullanaylik, trakka chiqib soqani qilaylik. Foydali ish esa akalar foydali ovqat bilan boshlanadi. Turetskiy ovqat zakaz qildim. Turetskiy, Madina, Ashal. Hech qachon shu paket bilan liftchikda bittada mana qilib yecha olmaganman. O'zinglar uchun bilib qo'yinglar, faqatgina paketni buna qilib yirtib yechmayman. Qarochi akalar, ovqatimiz bu tovuq kabob, ikkinchisi Iskandar. O'zi nomini bilmayman, o'zi so'rab yodlab oldim. Men sho'rva bilan oshni yog'iga o'tmaganman. Mana nima? Nodirtoy sushimi? Yo'q, shirinlikmi? Bu bilan g'alati bu ko'rinishi. Onasini hamsini. Arda ichida men akalar Adana kabobni tanladim. Sababi ichida shashlik bilan guruch bor ekan, bu degani oqsil bilan uglevod. O'zi juda ham ko'p ovqatlar bor. Har bittasini ko'rsatadigan bo'lsa video yetmaydi. Eng qizig'i, hammasining narxi $100 atrofida bo'ldi. Bizga dastavka qilgan akamiz skidka qilib berdi. Sababi meni taniydi ekan, men mashhurman ekan. Yana futbolkam bunday qilyapman. Futbolga keladigan bo'lsa, akalar, futbol o'yin u yoqda tursin, jahon chempionati u yoqda tursin. U futbolda ichida bo'lgan mahinatsiyalarni ko'rib, yumshatib aytganda men hayron qoldim akalar. Xullas gapiradigan gaplar ko'p, kampirlarga o'xshab salfetkani ushlab olib sizlarga video qilyapman. Uni alohida men sizlarga video qilib chiqaraman. Menga esa yoqimli ishtaha.